Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Germaniyani Jangi Welt agentligining xabariga ko'ra, Vladimir Zelenskiyning Belarusga nisbatan qo'llayotgan taktikasi 3-Reyx davridagi usullarni eslatmoqda. Jangi Weltga ko'ra 1938-1939-yillarda natsistlar Germaniyasi ham xuddi shunday tarzda Chexoslovakiya va Polshaga ketma-ket ultimatumlar qo'yib, ularga doimiy bosim o'tkazish hamda tashqi agressiya uchun bahona yaratishga harakat qilgan edi. Nashrni ta'kidlashicha, Zelenskiy G'arbdagi homiylarni qo'llab-quvvatlashiga ishonadi va aynan ular Zelenskiyni bunday qadamlarga, aniqrog'i Belarusga ultimatum qo'yib, hujum qilish rejasini ishlab chiqishga undagan bo'lishi mumkin. Jangi Weltni bildirishicha, Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari Bryansk viloyatida belaruslik bolalar bo'lgan avtobusga zarba berganidan bir necha kun o'tgach, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga yangi hujumlar bilan tahdid qildi. U buni chegara hududida Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaga berayotgan zarbalarni muvofiqlashtirish uchun texnika joylashtirilgani haqidagi da'volar bilan izohladi. Keyin esa Aleksandr Lukashenko Al Arabiya English telekanaliga bergan intervyusida Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mojaro hech qanday holatda Belarus hududiga ko'chib o'tishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidladi. Ammo shunday bo'lishiga qaramay, Vladimirlarning kenjasi Belarusga nisbatan 3-Reyxni taktikasini qo'llagan holda urush ochish fikridan qaytganicha yo'q. Endi Litvani Zelenskiy sabab Polsha va Ukraina o'rtasida keskinlashgan vaziyatni yumshatish uchun tashlagan qadamiga oid xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Focus agentligining ma'lum qilishicha, Litva prezidenti Gitanas Nauseda 27-iyun kungi o'z bayonotida Ukraina va Polsha o'rtasida vositachi bo'lishga tayyorligini bildirgan. Uning aytishicha, Nauseda ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchilikni hal etishda vositachi sifatida ishtirok etishga tayyor. Shu bilan birga hozircha na Ukraina va na Polsha hech qanday vositachi izlamagan. Biroq Nauseda allaqachon Polsha prezidenti Karol Nawrotskiy bilan uchrashib, o'z xizmatlarini unga taklif qilishni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan. Endi Germaniyani Rossiyaga qarshi armiya to'plash uchun majburiy safarbarlikni qayta tiklayotganiga aloqador xabarga yuzlanamiz. Bundestag mudofaa qo'mitasi rahbari Thomas Revekampni Bild agentligiga ma'lum qilishicha, agar Germaniya armiyasiga yetarlicha ko'ngillilar jalb qilinmasa, mamlakatda majburiy harbiy xizmat qayta joriy etilishi mumkin. Thomas Revekampga ko'ra, Germaniya o'zini o'zi og'ir ahvolga solib qo'ygan mamlakat sanaladi. U go'yoki o'z qo'llarini o'zi kesib tashladi. Negaki Berlin atom elektrostansiyalarini yopdi va Rossiyadan energiya olishdan voz kechdi. Endi esa Rossiyadan kelayotgan ehtimoliy tahdid sabab iqtisodiyotini eng so'nggi tayanchlarni ham yo'q qilib, muhandislar va zavodlarni harbiy ishlab chiqarishga yo'naltirishga o'tdi. Shu bilan birga Thomas Revekampning fikricha, Germaniya hukumati Ukraina Germaniyani gaz quvurlarini portlatganiga qaramay, Kiyevni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Endi Isroilni Yaqin Sharqdagi urushlar uchun sarflagan pullari haqida to'liq axborot beramiz. Zamani Isroil agentligining xabar qilishicha, 2023-yil 7-oktyabrdan buyon Isroilni G'azo sektori, Livan, Suriya va Erondagi harbiy harakatlari mamlakatga umumiy hisobda qariyb 700 milliard shekel, ya'ni taxminan 205 milliard dollar iqtisodiy zarar keltirgan. Zamani Isroil ma'lumotlariga ko'ra, Isroil banki axborotiga asoslangan hisob-kitoblarga binoan davlatni to'g'ridan-to'g'ri xarajatlari allaqachon 118 milliard dollar oshib ketgan. Shundan taxminan 71,2 milliard dollar harbiy ehtiyojlarga, 9,6 milliard dollar kompensatsiya to'lovlariga, 16,7 milliard dollar fuqarolik xarajatlariga sarflangan. Zamani Isroil tadqiqotchilari Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroilga ko'rsatgan harbiy yordamini, to'g'rirog'i qurol-yarog', o'q-dori va harbiy texnikalar yetkazib berish qiymatini taxminan 26 milliard dollarga baholagan. Shu
bilan birga ushbu hisob-kitoblarga davlat tomonidan qoplab berilmagan fuqarolarning shaxsiy zararlari, shuningdek xususiy sektor ko'rgan zararlarning katta qismi kiritilmagan. Zamani Isroilni qayd qilishicha, agar mojarolar davom etsa, moliyaviy yuk yanada oshib boradi. Tadqiqotga ko'ra, davlat xarajatlarini ortishi, soliq yukini ko'payishiga, yashash qiymatini oshishiga olib kelgan va bu ayniqsa kichik hamda o'rta biznesga og'ir ta'sir ko'rsatgan. Zamani Isroil agentligining xulosasiga ko'ra, qo'shni davlatlarga qarshi amalga oshirilgan harbiy operatsiyalar Isroilning o'ziga juda qimmatga tushmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.